Men 70 ta qo'yi bor o'sha cho'pon qizman. Uyda o'tirgan ayollarimiz ishlasami yo'qmi deb qo'rqib turgan bir paytinglarda mana bugun Surxondaryo viloyati Muzrabotdan yangi direktorim Muhiddin va Maqsuda uy bekasi, oddiy qishloq ayoli 3 farzand bilan 70 ta qo'ylari bor. Ertalab 7 dan kechki 7 gacha qo'ylarini boqib, ro'zg'orlaridan ortib Faberlik kompaniyasida bugungi kunda direktor bo'ldilar va mana ko'rib turibsizlar, 26 million bonus g'olibasi hamda o'z shaxsiy ofislarini ochish uchun bugun Faberlik kompaniyasining menejerlari bilan suhbatdan o'tish uchun keldilar. Meni ismim Maqsuda, 29 yoshman, oddiy qishloq ayolman, 3 nafar farzandim bor. Hozirgi kunda Faberlik kompaniyasida direktorlik lavozimida ishlab kelmoqdaman. Bu ishni boshlaganimga 6 oy bo'ldi. Ustozim Qodirova Gulxoyaga ishonch bildirib ish boshlaganman. Hozirda daromadim har 21 kunga